Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum qadrli kichik do'stlar. Güzel dinim programımızın 6. sanıga kelganinglarni qizg'in qarshi olamiz. Biz bu programımızda Mening Güzel Dinim nomli kitobning 1 qismidan boshlab sizlarga sunib kelyapmiz. Bugungi mavzurimiz pokizlik bilan ibodat o'rtasida qanday munosabat bor. Mikrofon oldida do'stinglar Qizil Yupurmoq. Pokizlik bilan ibodat o'rtasida qanday munosabat bor? İslam dini insonlarni ham Allohga yaqinlashtiradigan hamda boshqa insonlar bilan bo'lgan munosabatlarni yaxshilaydigan bir dindir. Bu sababdan dinimiz bizni har vaqt pokiz bo'lishga buyurgan. Ba'zi ibodatlarni qilish uchun tahorat ilish yoki g'usl qilishdek oldin ola pokizlikni shart qilgan. İbadet qilganda biz Rabbimizning huzurida bo'lgan bo'lamiz. Uning huzuriga borganda pokiz muhit ichida pokiz badan va pokiz kiyimlar bilan turishimiz kerak. Chunki badanimiz tar purab turganda yoki kiyim-kechaklarimiz maynat ahvolda boshqalar bilan ko'rishni xohlamaymiz. Masalan, mushundaq maynat chog'da cho'nglarning yoki do'stlarimizning yeniga borolmaymiz. Bu xil ahvollarda o'zimizni rohat etish uchun monchaga tushimiz, pak-pokiz kiyimlarni kiyimiz va attir chachimiz. Shundaq ekan, o'zimizni Allohga yaqin holatda his qiladigan ibodat asnosida pokizlikka texmi bek ahamiyat berishimiz kerak. Juma namozi va hayit namozi qatorliq ba'zi ibodatlar jamoat bilan birlikda o'qiladi. Jamoat bilan birlikda o'qilgan namozlarda biz ham Allohning huzuriga boramiz, hamda insonlar bilan birlikda bo'lamiz. Bu chaqda pokizlik texmi bek muhim o'rinda turdi. Ibodatlar bizni har jihatda pokiz bo'lishga odatlantiradi. Ibodatdan ilgari va ibodat jarayonida pokizlikka diqqat qilish bizni tashqi jihatda pokiz qilib qolmasdan, balki ruhimizni pokizlaydi. Yana bir tarafdan qilgan ibodatlarimiz qalbimizni pokizlash uchun bir vositadir. İbadetler qalbni nachar xiyol va yomon niyatlardan yiroqlashtiradi. Masalan, zakat qalbimizdagi pixsiqlik va qizg'anchiqlik tuyg'ularini yo'q qiladi. Roza tutish shaxsiyatchilik, rahimsizlik, ko'ranglik tuyg'ularini yo'q qiladi. Mushuningga o'xshash barliq ibodatlar bizni ma'naviy jihatda pokizlaydi va gunoh kirlardan poklaydi. Bir qaytim Payg'ambar alayhissalom do'stlaridan: "Sizlardan biraylarning uyining oldida bir daryo bo'lsa, u har kuni bu daryoda 5 qitim yuyunsa, uning badanida kir qolarmi?" deb so'radi. Sahobalar: "U kishining badanida hech qanday kir qolmaydi" deyishdi. Payg'ambarimiz: "5 vaqt namoz mana shuningga o'xshaydi. 5 vaqt namoz o'qigan kishining gunohlarini Alloh o'chirib yo'q qiladi" dedi. Bu hadis Buxoriy va Muslimda kelgan. Endi tuvandagi mavzurimiz Payg'ambarimiz pokizlikka ahamiyat beradi. Suyimli Payg'ambarimiz pokizlikka intayin ahamiyat beradi. Har vaqt tamoqdan ilgari va keyinmi qo'llarini yuvadi. Uxlab uyg'ongandan keyinmi qo'lni yumay turib bir narsa yeb ichmaydi. Kecha namozi va bomdod namozi uchun o'rnidan turganda qildigan tunji ishi eg'izni misvak bilan pokizlash edi. Hatto sakratda yotgan chog'dimi yendikilarga deb misvak akeldirib tishlarini pokizlagan edi. Payg'ambar alayhissalom qalb pokizligiga ahamiyat bergandek badan va kiyim-kechaklarining pokizligiga alohida ahamiyat beradi. Yamoq tushgan kiyimlarni kiyatdiki, ammo paskina va yirtiq kiyimlarni kiymaydi. Bo'libmi mehmonlarning oldida kiyim-kechaklarga texmi bek diqqat qiladi. Eg'izi uchiq turgan tomoq qachilarining ustini yo'gab qo'yishga buyurgan edi. Yo'llar va insonlar daraxt ostida o'tirib soyidaydigan yerlarga axlat tashlamaslik, bu yerlarni kir qilmaslik, hamisha pok-pokiz tutish kerakligini amr qilgan edi. Yerga tukirishni bek yomon ko'radi. Suyimli Payg'ambarimiz hamma kishining pokiz kiyim kiyishni, ratlik, tartiblik bo'lishini orzu qiladi. Maynat kiyimlar bilan yurganlarini ko'rganda, "Nimishqa kiyimlaring pokiz emas?" deb ogohlantiradi.
Bir qitim chachlari qalaymaqan, paqpiyib ketgan bir odamni ko'rib, u kishidan nemishqa chechini yuyib tarmag'anligini so'ragan edi. Tövəndə Peyğəmbərimizin dualarından iki duanı diqqətinizə sunuman. Allahumma ij'alni minət-tawwabin və minəl-mutatahhirin. Allahım, meni günahlarga tövbə qıldıgan və paklanğan kişilərdən qılğın. Rabbana naqqina minəz-zunubi kama yunaqqas-thawbul abyadu minəd-danas. Rabbimiz, ağ kiyim kirlərdən pakizlangandek, bizni günahlardan pakizlığın. Amin. Pakizlik. Pakizlik imandın deydu peygamber. Sağlamlık beğida bir gül pakizlik. Perişte kebidur pakiz bolğanlar, dünyaga cennetin koldur pakizlik. Yerde kirlener ten bilen yürek. Hem sırtını hem içini pakizlaş gerek. Pakiz bolğanda huzur cem bolur, yetti qat asmanga yoldur pakizlik. Sırtqi pakizlik ay kabi buluş, işki pakizlik halal ile toluş. Hiç kimge yaraşmaz kir meynet yürüş, insanga en güzel tildur pakizlik. Allah emri kimini pakiz tut, pakiz ye, pakiz iç, pak bolsun vücut. Sana mu etayli kir tutmaz bulut, ahlet kılmağan koldur pakizlik. Kirlişip hem meynet yürse bek günah, kir meynet bolsa adem köpteydu abla. Karısan pakizlarni süydü Allah, yüzümüzni ak kılgan haldur pakizlik. Xo'sh qizim, qizil yupurmoq, tuanda biz pokizlik babimizniki savollar bo'limiga keldik. Bu bab yana jami 2 bo'limga bo'lingan bo'ldi. 5-bo'limdami buni so'zlagan bo'ldik. Hamda bugungi 6-bo'limda pokizlik bo'limidan mushning bilan pokizlik bo'limini tugatgan bo'lamiz. Tuanda biz savollar bo'limi. Biz ham oldi bilan o'rganganlarimizni bir takrorlab boqaylik. Aslida bu kitobda to'g'ri xato shaklda javob berish, ya'ni ishoratlagan shaklda javob bersa bo'ldi. Radio oldidagi o'smirlarimiz, farzandlarimizmi kitob bo'lsa oldida kitobga to'g'ri xato shaklda ishorat berib shaklda o'rgansa yaxshi manfaatga erishadi. Buni tavsiya qilamiz albatta. Endi biz buni radio bo'lgandan keyin bu yerda faqat men sizdan savol so'rayman, siz bu yerda yoki to'g'ri yoki xato deb javob berasiz. Xo'sh, tuvandagi jumlalarning to'g'ri yoki xato ekanligiga hukm qiling. To'g'ri bo'lsa to'g'ri, xato bo'lsa xato degan so'zning yendiki katakchiga ishorat qiling deydi. Siz ham tuvanda mening savolimga javob berasiz bu yerda. Birinchi, pokizlik ibodatlarimizning asosidir deydi. Bu to'g'rimi, xatomi? To'g'ri. Xo'sh, pokizlik deganda faqatli moddiy kirlardan pokizlanish ko'zda tutiladi deb birisi sizga buni dedi. Siz nima deysiz bu? Bu jumla, bu so'z to'g'rimi, xatomi? Ya'ni pokizlik deganda faqatli moddiy kirlardan pokizlanish ko'zda tutildi, ma'naviy kirlardan pokizlanmasaqmi bo'ladi degan gap to'g'rimi, xatomi? Albatta xato bo'ldi. Yaxshi. Xo'sh, undaqda gunohlardan poklanish uchun tavba qilishimiz va qayta gunoh ish qilmasligimiz kerak degan bu so'z to'g'rimi, xatomi? Albatta to'g'ri bo'ldi-da. Xo'sh. Endi hojatxonaga o'ng putimiz bilan kiramiz deydi. To'g'rimi, xatomi? Bu xato, chunki hojatxonaga so'l putimiz bilan kiramiz. Yaxshi. Allah man'iy qilgan ishlardan yiroq turish qalbimizni va ruhimizni kirlatadi deydi. Ha? Diqqat qiling, ha? Allah cheklagan, Allah man'iy qilgan ishlardan yiroq turish qalbimizni va ruhimizni kirlatadi deydi. To'g'rimi, xatomi? Albatta xato bo'ldi-da. Allah man'iy qilgan ishlardan yiroq turish qalbimizni va ruhimizni poklantiradi.
Xo'sh. Tövəndəmdə yana özümüzni sinab baqaylı degan bölümge keldik. Xo'sh, unda bo'lsa, bu mu endi bir savolga, masalan, bir savol berib, bu yerda A, B, T, P şekilde 4 xil tanlash imkoniyati berdi sizga. Bununla cevap berisiz bu şekilde. Birinci, pokizlik iymonning yerimidir degan hadis uchun tövəndekilerden qaysi xata deydi. Birinci A, mu'min buluş üçün pakiz buluş yeterlik. B, iman eytiş pakiz buluşunu talep kılıdı. T, mu'minlerinin vücudi ve turgan yeri hemişe pakiz buludu. P, pakizlikka dikkat kılmağanlarının imani acizdir. Bu 4 xil cevaptın qaysi yuqoridagi pokizlik iymonning yerimidir degan hadis uchun qaysi xato mushlarning ichida? Bu yerdagi xato javob A. Ya'ni mo'min bo'lish uchun pokiz bo'lish yetarli degan so'z xatodir. Xo'sh, endi ikkinchisi hojatxonaga kirish qoidasida tuvandagilardan qaysi to'g'ri deydi? Hojatxonaga kirganda shu kirish qoidasida tuvandagilardan qaysi to'g'ri? A. Hojatxonaga so'l put bilan kirish kerak. B. İstinja qilganda, ya'ni avratni pokizlaganda o'ng qo'l bilan qilinadi. T. Hojatxonada o'ltirganda gap qilsa bo'ladi. P. Hojatdan keyin qo'l yuvish shart emas. Mushu 4 xil javobning qaysi hojatxonaga kirish qoidasida qaysi to'g'ri deydi? Bu yerdagi to'g'ri javob A. Ya'ni hojatxonaga so'l put bilan kirish kerak degan so'z to'g'ridir. Yaxshi, Allah razı bo'lsin. Üçüncüsü keldik. Tövəndəki ahvallardan qaysi haqiqiy pokizlik hisoblanmaydi deydi. A. Uxlashdan ilgari tishimizni misvak bilan yoki cho'tki bilan yuvib pokizlash. B. Juma namozi uchun g'usl qilish. T. Boshqalardan majburiy tortib olib olgan olmini yuvib yeyish. P. Allah mən'i qılğan işlərdən yiroq turish. Mushu 4 xil javobdan birini tanlang. Bu yerdagi to'g'ri javob T. Ya'ni boshqalardan majburiy tortib olib olgan olmini yuyib yeyish haqiqiy pokizlik hisoblanmaydi. Xo'sh, endi 4-inchisi keldik. Tövəndakilardan qaysi ma'naviy pokizlikdir deydi? A. Namoz o'qiydigan yerlarning pokizlanishi. B. Tamoq yeydigan qochlarning pokizligi. T. Kişiler sayesinde o'ltiradigan daraxtlarning ostidagi axlatlarni supurish. P. Namoz o'qish uchun tayammum qilish. Qaysi ma'naviy pokizlik bularning ichida? Bu yerdagi to'g'ri javob P. Ya'ni namoz o'qish uchun tayammum qilish ma'naviy pokizlikdir. Xo'sh, nihoyat yaxshi. Endi 5-inchisiga keldik. Qalbimiz va ruhimizni tuvandagilardan qaysi bilan pokizlay olmaymiz dedi, ha? Pokizlayolmaymiz dedim. Qalbimiz va ruhimizni tövəndakilardan qaysi bilan pokizlayolmaymiz? A. Badanimiz va kiyim-kechaklarimizni yuvish orqali. B. Ibodatlarimizni ado qilish orqali. T. Gunohlarimizga tavba qilish orqali. P. Sadaqa va zakot berish orqali. Bu yerdagi to'g'ri javob qaysi? Nima uchun? Bu yerdagi to'g'ri javob A. Ya'ni badanimiz va kiyim-kechaklarimizni yuvish orqali qalbimizni va ruhimizni pokizlay olmaymiz. Qalbimizni va ruhimizni pokizlaydigan amallar bo'lsa, ibodatlarimizni ado qilish, gunohlarimizga tavba qilish, sadaqa va zakot berish. Tövəndə asli bu yerda kitabımızda bo'shliq va to'ldirilgan, buni kitobga to'ldirish kerak. Biz faqat to'ldirilgan, ya'ni bir qator yuqorida o'tgan yuqorida o'tgan darslarimizning ichidagi mavzularni to'liqlagan shaklda bir eslatma bo'lsin. Biz mishada o'zimiz ham radioda to'ldirib o'taylik. Pokizlik iymonning nimasidir deb bo'shliq o'rin bor, bu yerda iymonning yerimidir. Pokizlik iymonning yerimidir. Ikkinchisi, o'g'irlangan bir olmani qanchalik yuyishimizdan qat'iy nazar u qanday bo'lmaydi? Pokizi bo'lmaydi. Chunki halal emas o'g'irlangan bo'lganligi uchun. Uchinchi, shubhisiz Allah tavba qilganlarni va pokizlanganlarni yaxshi ko'radi.
Bu Allah'ның ayeti yana. Ayette şundaq kelgan. 4. Bazı ibadetlerden ilgiri bedenimizni nijaset deb atalgan süydük, qan yerin qatarlıq maddi paskinchiliklardan cho'qim pokizlashimiz kerak. 5. Taharatsizlik ve g'usulsizlik holatidan pokizlanish hadasdan tahorat deb atiladi degan mavzular bilan shuna qilib 5. bölümümüzde başlayan pokizlik babimiz bugün Muşiyada ahırlaştı. İnşallah kelar qitimqi programımızda Müslümanlarga maxsus 3 pokizlik, taharet, g'usul, tayammum din ibaret bu 3 pokizlik haqidagi babimizdan başlab 7. sonimizda buningdan başlab darsimizni programımızda davomlashtiramiz. Cenab-ı Allah Subhanahu ve Taala'dan barliq radio aldidagi ota-ona shunaqla o'maq farzandlarimizga salomatlik, xotirjamlik tilaymiz. Shunaqla darslarimiz bu programmalarimizdan yaxshi foydalanishi, manfaatlik bo'lishini umid qilamiz. Rabbimiz Allah Subhanahu ve Taala'ga sizlarni topshiramiz, amonat qilamiz. Ijobatlik duolaringlarda bizlar uchun duo qilishni unutmag'aysizlar. Qani qizim, sizmi xo'shlashib oling. Hürmetli ata-onalar, shundaqla suyimli kichik do'stlarim. Güzel dinim programımızın 6. sani muş yerde ahırlaştı. Kelarki programımızı görüşkice sizlerni Cenab-ı Allah'a tapşırman. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.